Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Uychi bolalar. Sergeli Xonobodda 4 ta zo'r variant chiqdi. 2 ta 2 xonali, 2 ta 3 xonali. 2 xonalilarimiz 17 ming dollardan boshlanyapti. Uyli 100% nomeli chiqadi. 3 xonalimiz 26 ming dollardan boshlanyapti. Samый главный subsidiyaga ham to'g'ri keladi. Obzorni ko'ramiz. Plus kirib olgan bo'lsa, bu koridorimiz, kiruvchi chap qo'lda sanuzel va kuxnya, tashqarida висячий balkoni bor. Spalniga kirishimiz mumkin va mehmonxona. Bu birinchi uyimiz 100% nomeliga chiqadi. Boshlang'ich to'lov 17 ming dollar bilan subsidiyaga ham to'g'ri keladi. Buni planirovkasi вообще zo'r, ikkita sanuzel, kiruvishda o'ng qo'limizda mana bitta sanuzel. Tak, bu spalni, tashqarida висячий balkoni bor va spalnida yana bitta sanuzel. Mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Kuxnya, двухконтурный котел, juda ham ekonomичный. Va bolalar yotoqxonasi. 68 kvadrat metr, ikkita sanuzel, 100% nomeliga chiqish bilan 26 ming dollar boshlang'ich to'lov. Salomat bo'ling.